Uzun marketda bir kun savdo qilib turib, necha pulgacha ishlab topsa bo'ladi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Uzun marketda hozir biznes qilish eng aktual mavzu hisoblanadi. Chunki katta biznes egalari ham uzun marketda o'z mahsulotini sotyapti. Shu sababli biz ham shu yerda savdo qilib, o'zi necha pul topsa bo'ladi, qanaqa qiyinchiliklari bor va nimalar kerak bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. O'zi uzumda FBS va DBS sklatlari mavjud. Ya'ni bittasiga optim tovarlaringizni olib kelib, zakaz tushganda o'zingizga olib uzun punktlarga tarqatib tashlashadi. Ikkinchi skladga bo'lsa faqatgina zakaz berilgan mahsulotlarni olib borasiz va shunda har 2-3 kunda borib turib tovarlarni topshirib yuraverasiz. Undan tashqari xohlasangiz uzun punktlarga ham olib borib tovarlaringizni topshirsangiz bo'lar ekan va ularni kompyuter orqali ko'rib tursangiz bo'ladi. Nechta tovar sotildi va общий necha pul savdo bo'ldi. Bu sohani chuqurroq o'rganish uchun bo'lsa Qadam Education'ni uzun seller kursiga yozilsangiz bo'ladi va tajribali spikerlar bilan menga o'xshab bilim olasiz va hech qanaqa xatolarsiz hammasini o'rganib chiqib, keyin savdoni boshlayverasiz. Ayniqsa Ramazon oyida kurslarga 40% gacha chegirma bor. Shu sababli yangi sohani o'rgansangiz bo'ladi. Va albatta to'g'ri tovar tanlashni bilsangiz, ketmoningiz yaxshigina o'chadi. Ishqib uzun seller bo'lib bir kunda necha pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Mashinaga katta mashinada samasvalchilar o'zi bir kunda necha pul ishlab topishadi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Qurilishlarda rasmiy kerak bo'ladigan bu samasval mashinalari aynan yomg'irli kunda yurishga juda ham qiynalishar ekan. Meni ham omadim kelmasdan kelgan kunim yomg'ir yog'vordi va mashinaqa loyli joylardan yurib, turpo va shag'allarni to'kib yurdim. Undan tashqari ekskavatorga ham o'tirib qanaqa qilib boshqarilishigacha o'rganib oldim. Mabodo samasval botib qolsa yoki ichida qolgan turpolarni tushirib olishga ekskavator kerak bo'lar ekan. Sizlar bo'lsa bizga albatta obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa kontent bitta bizda. Kommentariyamizga bo'lsa keyingi ish qaysi bo'lishini albatta yozib qoldiringlar. Xullas kuniga o'rtacha 8 ta 10 tacha reys qilasiz va yomg'ir yog'gan kunlari ancha qiyin bo'ladi. Shu tugma orqali bo'lsa mashinani yukxonasini ko'tarib tushirasiz va ichidagi turpolarni to'kasiz. Haydashga kelsa ancha qattiqroq mashina, lekin mexanika haydashni bilgan odam unchalik qiynalmaydi. Agar shu video 20 mingta layk yig'sa, biz katta krallarda ham ishlab ko'rib video olamiz. Samasvalchilar bo'lsa bir kunda necha pul topishini ko'rishingiz mumkin. Orqamdagi kranni bir kun ishlab ko'rib, necha pul topa olaman? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Bunaqa katta kranlarda ishlab ko'rish juda ham qiyin va aynan shu sababli men shu ishni qilib ko'rgim keldi. Birinchi duch kelgan qiyinchiligim bu kranni zinasiga osilib tepaga chiqish bo'ldi. Tepadan bo'lsa shunaqa shaharga video ochiladi. Undan tashqari qurilishda o'zi armatura, penoblok, yog'och va 90% qurilish mollari kranni ko'tariladi va sal noto'g'ri harakat qilib qo'ysangiz, u bukimga jarohat yetkazib qo'yishingiz ham mumkin. Shu sababli umuman shoshilmasdan shogird sifatida yordamlashib turdim. Yuki yo'q, bo'sh kranni boshqarib turdim. Kabina ichida bo'lsa hamma sharoitlar bor. Konditsioner, svet va qulay o'rindiq. Kranni oldiga uyimdan uklon taksida yetib keldim, chunki birinchi foydalanuvchilar uchun 70% skidka ham bor ekan. 20 ming so'mlik joyga atigi 5 ming so'mga yetib olsangiz bo'ladi. O'zingizdan bemalol sinab ko'ring. Ishga keladigan bo'lsangiz, juda ham ehtiyotkorlik bilan ishladim va hammasi yaxshi o'tdi. Keyingi safar qaysi ishda ishlab ko'rishimizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Kranni ishlab turib bo'lsa, bir kunda necha pul ishlab topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Abu Sahida aravakashlar bir kunda o'zi necha pul ishlab topishadi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Arava tortib o'zi normalniy soqqa ishlasa bo'lar ekan. Avvalambor halol mehnat. Ishga keladigan bo'lsa, o'zi ikki xil arava bo'lar ekan. Bittasi shalanda deyiladi, ya'ni shunaqa katta, lekin boshqarish sal qiyinroq bo'ladi. Tormoz olib yurmasangiz, boshqaruvni yo'qotib qo'yishingiz ham mumkin, chunki yuki juda ham og'ir va ko'p bo'ladi. Ikkinchisi bu oddiy va kichkinaroq arava hisoblanadi. Undan ko'pincha optim uchun emas, balki Stoyankadagi mashinalarga 2 talab rulon tashish uchun foydalanishadi yoki bozorga materiallarni olib kirish uchun ham. Shalandaga bo'lsa, katta yuk mashinadan yuklarni o'zingiz tashiysiz va do'kongacha ham olib borib qo'yasiz. Ichkariga ham yuklarni tushirib qo'yasiz va anchagina ko'proq pul topasiz. Kichik aravada bo'lsa xuddi shu ishni qilasiz, faqat material kamroq va yengilroq bo'ladi. Bunaqa kontentimiz uchun bizga albatta obuna bo'lib qo'ying, chunki bunaqa kontent bitta bizda. Va kommentariyada qaysi ishni ishlab ko'rishimizni albatta yozib qoldiringlar. Bozorda arava tortib bo'lsa, bir kunda necha pul ishlab topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Malibuda biznes taksi qilib turib Yandexda ko'proq pul topsa bo'ladimi yoki uklondami? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Buni uchun olish uchun birinchi uklon afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Agar siz biznes taksida uklon orqali ishlasangiz, o'zingiz uchun alohida hudud tanlab, xotirjam ishlasangiz bo'ladi. Sizni uzoq lokatsiyalarga olib ketib qolmaydi. Lekin buyurtmalarning soni Yandexga qaraganda ancha kamroq bo'ladi. Chunki sayyohlar va chet elliklar ko'pchiligi aynan Yandexni yaxshi bilishadi va biznes taksi chaqirishayotganda ko'proq Yandexdan foydalanishadi. Taksida ishlash jarayonida eng kerakli narsa bu anchiradir. Chunki u ortiqcha jarimalardan qochishingizda, daromadingizni saqlab qolishingizda va yo'lda xotirjam harakatlanishingizga yordam beradi. Shu
sababli hozir eng mashhur Neoline antiradavni xarid qilishingiz mumkin. Menda masalan Neoline 7700S modeli bor va oyiga 10 talab jarima to'lamasligiga yordam beradi. Qurilmada butun O'zbekiston bo'yicha va dunyo bo'yicha kameralarni hamda radarlarni noyob GPS bazasi mavjud. Qulay displey, sodda interfeys, shuningdek o'zbek va rus tillarida ovozli ogohlantirishlar mavjud. Yandex afzalliklari shundaki, shahar markazida biznes taksida ishlaganingizda buyurtmalar yetarlicha va narxlar uklonga qaraganda ancha balandroq bo'ladi, lekin uzoqga ketib qolishingiz ham mumkin. Umuman olganda ikkala platformada ham biznes taksi qilib turib nech pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Yevropada ishlab bir kunda o'zi nech pul ishlab topsa bo'ladi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Yevropada ish haqqi juda ham qimmat deyshadi, ayniqsa Shvetsariyada. Ishimizga keladigan bo'lsak, otelda yordamchi bo'lib ishladik va restoranida ofitsiantlik ham qildik. Ishga kelsak, har bo'shagan yangi joyi yaxshilab tozalab, xonani akkuratni ushlab, yangi pastellarni solib qo'yasiz va tozaliklarga qarab yurasiz. Ofitsiantlik qilgan paytim mijoz o'zi unaqa ko'p bo'lmadi, lekin ozgina bo'lsa ham ishlashga ulgurdim. Ishdan charchab, oteldan chiqadigan bo'lsak, shunaqa vid sizni kutib oladi. Aytgancha, Shimkentdan Shvetsariyaga eng arzon aviabiletlarni albatta aviasiyasuzda $139 olishingiz mumkin. Meni vizam turistik viza bo'lganligi sababli bir kun ofitsiantlik hech qayoqda ishlab ko'ra olmadim. Agar sizga ham turistik Schengen viza kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga albatta plus yozib qoldiring. Va Shvetsariyada bir kun ishlab turib nech pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Haydovchi ustalar bir kunda nech pul topishadi? Biz hozir shuni ko'rib chiqani bir kun ishlab ko'ramiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Menimcha hamma mashinasi bor odam hech bo'lmasa bir marta ishi hadovoy ustalarga tushadi va biz aynan shuning uchun shu sohada bir kun ishlab ko'rgani keldik. O'zi hadovoy qilishdan oldin qaysi zapchastlar almashinadi, kelishib olinadi va o'shanga qarab usta haqi va narx kelishinadi. Bizga kelgan joy premium servisda Malibu 2 mashinasiga 4 ta usiliy amortizator, 2 ta rechek, 2 ta balka vtulka, 2 ta orqa qilichlari bilan Mers hadovoyi atiga 6 millionga qilib berishayotgan ekan. Menimcha bu narxga Malibu hadovoy ideal narx. Siz nima deb o'ylaysiz? Albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bizga og'irroq ish bo'lsa ham umuman erinmadi va o'zim uchun ham ozgina bilimga ega bo'lib oldim. Va bu soha kattagina mas'uliyat talab qiladi. Bitta ham boltni yo'qotib qo'ymasdan hammasini o'z joy-joyiga qotirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ishqib hadovoychi ustalar bir kunda nech pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin. Sun'iy intellekt orqali bir kunda rostdan 1 milliongacha ishlab topsa bo'ladimi? Biz hozir shuni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasa, ketdi. Sun'iy intellekt orqali rostdan ham pul topsa bo'lar ekan. Qanaqa deysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Tushunishingiz uchun o'zi sun'iy intellektda bunaqa videolar yasash uchun birinchi obuna sotib olishingiz kerak bo'lar ekan. Undan tashqari, o'zi bunaqa videolardan qanaqa qilib pul ishlasa bo'ladi desangiz, bu brendlar uchun sun'iy intellekt orqali videolar qilib bersangiz bo'ladi. Yoki Instagram, YouTube, TikTok platformalarida blog yuritib, keyin reklamadan ham soqi qilsangiz bo'ladi. Agar sun'iy intellekt temasi qiziq bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga albatta yozib qoldiring. Ko'proq shu haqida video qilaman. Sun'iy intellektni faqatgina video yasash uchun emas, analitiklar, programmistlar ham ishlatib ishlarni osonlashtirishadi. Biz ham ancha o'rganib, qo'limizdan kelgancha shunaqa videolarni yasadik. Xohlasam xalqqa aylanaman, xohlasam bo'lsa temir odamga. Ishqib yangi bilimlarni o'rganishdan hech qachon erinmaslik kerak. Bunaqa foydali kontentlar uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bunaqa kontent bitta bizada. Sun'iy intellekt orqali bo'lsa, bir kunda nech pul topish mumkinligini ko'rishingiz mumkin.